Hammasidan charchadim, bo'ldi, yetar. Har kimni ko'yiniga qarab ish qildim. Ular meni o'ylashmadi, qadrimni bilishmadi, yaxshiligimni ko'rishmadi. Demang, sukut saqlang. Daraxtlarga qarang, har yili yaproqlarini to'kadilar. Lekin hamon tik oyoqda turishibdi. Bir og'iz g'ing deyishgani yo'q. Sabr qiling, shukr qiling va duoda bo'lingki, Alloh sizni bu sadoqatingiz tufayli qarshi olsin. Axir sizni samolarga sig'magan ishq kutyapti. Har bir qadamingiz hasanotlarga to'la ekanligini bilganingizda edi, tinimsiz Alloh zikridan uzilmagan bo'lar edingiz. Bu zot bizni 24 soat mobaynida kuzatib tursa-yu, biz g'aflat uyqusida qimmatli vaqtimizni o'tkazib yuborsak, butun olamlar Robbisi bo'la turib, bandam man tomon yurib kelarmikin deb kuzatadi. Bu yerda muhim bo'lgan narsa unga bo'lgan sadoqat darajangizdir.